Bugungi obzorimizda juda ham bir qiziqarli xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Sizga ham, menga ham qiziq va hamma istab yurgan lokatsiyadan. Lokatsiyani hozir tushuntirib o'taman. Videomizni oxirigacha ko'ring. To'rxonali uyimizni obzor qilib ko'rsataman, hurmatli obunachilar. Xo'p, kelinglar, kirish qismimiz mana bu yerdan boshlanadi. Uyimizning narxini ham oxirida aytaman, faqat laykchani qizartirib qo'ying. Dizaynga alohida e'tibor qaratilgan bu xonadonimizda bu yerda Face ID'da kirasiz, отпечаткали, mana bu dekorlarimizga ahamiyat bersangiz, qarang, qanaqangi dizayn zo'r qilingan. Mana bu ham juda ham zo'r atmosfera berib turibdi, mana bu joyga vid beryapti. Ikkita sanuzulimiz bor, 3 ta spalnimiz. Bu birinchi sanuzulimiz bo'ladi. Sanuzul ham juda ham toshlari, kafellariga har birini zo'r qilib qo'yishgan. Hammasi tosh, stiralkamiz o'rnatilgan, bu yerda vanna qilingan. Juda ham chiroyli qilishgan. Ustalarimiz juda ham yaxshi ustalar ishlagan bu xonadonimizda va mana bu joyimizga e'tibor bersangiz, skritsiga o'xshab polностью juda ham dizayn zo'r ahamiyat berilgan bo'lar. Polностью bular hammasi shkaf, hurmatli obunachilar. Uyimizda shkaf juda ham ko'p, ayollarimizga juda ham shkaf bo'lishi kerak, qiziq ular uchun. Mana bu joyda polniy Turkiya mebellari qilingan. Mana bu joyda ko'rasizlar, 6 tali o'tiradigan zona, bu yerda mягкий zona qilingan, maza qilib oilaviy dam olib o'tirasangiz bo'ladi. Oshxonamiz mana bu joyda joylashgan. Oshxonamizda ham o'zini mana bunaqangi eshiklari bor, relisli eshiklar qilingan, juda ham ular hammasi loq, qimmati, sifatisi o'rnatilgan. Uyimizda 100% cho'pli pollar qilingan, hurmatli obunachilar. Bu uyimiz Yakkasaroy rayonida joylashgan. Orientirimizda Parisian yoki Piramid Tower. Застройщигimizda bu yerda застройщиги Madrid, JK Madrid qurgan. Bu yerda mana skritsiya xolodilnik kattasi qilingan. Bu yerda texnikalarimiz Hoffman, imoblar ham hammasi quyma tosh qilingan, hurmatli obunachilar. Mana bu joyda qarang, kattagina balkonimiz ham bor. Balkonimiz ham bor. Mana bu oynamizda hammasi polniy panorama terma qilingan. Umuman ovoz kirmaydi, ovoz chiqmaydi, hurmatli obunachilar. Kelinglar, endi spaniyalarga navbat. Bitta-bitta spaniyalarni ko'rsatib chiqaman. Faqat lashchani bosib qo'ysanglar, biz juda ham katta xursand bo'lamiz. Qarang, detskiy xonadan boshlaymiz, kelinglar. Bu yerda esa detskiy xonamizda joylashgan, ikkitalik karavot qilingan. Har bitta xonamizda o'zining oynalari bor, hech qanaqa gulg'oy xona yo'q, polnotsiyniy to'rt xona uyimizda. Mana dekorda qarang. Nima qilish mumkin bunga? Gul qo'ysa ham bo'ladi. Kelinglar. Bu yerda esa bittalik karavot qilingan bolalarga va o'zining bu yerda kattagina shkafi bor, oynali zonasi bor. Mana bu joyda bemalol bolalaringiz darslarini qilib, maktablarga kitoblarni qo'ysa bo'ladi. Oynalarimizga ahamiyat bersangiz, ko'ryapsizmi? Hammasi terma qilingan, juda ham zo'r. Bitta mana bu joyni ko'rsatib o'ring. Qarang, hammasi terma, juda ham sifatli qilingan. Tarkiblarimizga ahamiyat bersangiz, juda ham yaxshi tarkiblar qilingan. Mana bu joyimiz ham dekorlarni bir-biriga yomon uyg'un qilishgan, kartinkalar bu yerda. Va bu yerda esa yana bitta katta spalnimiz bor, master spalnimiz. O'zining bu yerda kattagina shkaf. Shkafda ham dizaynga ahamiyat bering, qanaqangi dizayn qilingan, bu yerda oynali zonasi bor. Va bu yerda mana spalnimizning ko'rinish holati, bu yerda ham har bitta xona o'zining konditsionerlari bor. Bu yerda esa sanuzulimiz bor, spalnining ichida, o'zida. Kelib ko'rishingiz mumkin. Qarang. Bu yerda hamma narsasi eng sifatli qilingan va bu yerda dush kabinga qilingan, kattagina qilib. Hurmatli obunachilar, zakrytый двор 24/7 Axran, lokatsiya juda ham idealniy joyda joylashgan g'ishli dom. Bu g'ishli domimiz oblisovkada qilingan, fasadi ham g'ishdan qilingan, oq g'ishdan juda ham chiroyli qilingan. 103 kvadratli to'rxona uyimiz. 230 ming so'rayapmiz. Agar sizda pul naqd bo'lsa, chiroyli kelishtirib beramiz. Uyimi upakovka hech kim yashamagan yangi uy, hammasi joy-joyida. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, jonlaringiz sog' bo'lsin. Bizdan kuzatib borishdan uzoqlashmang. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.